gapirgan ertaga kommentar buni nima deyapti deyishgan narsalar bo'lmasin. Ruchka bersangiz o'taveradilar. Bularga kim biladi? Obunachilardan qadarkan bo'ladi. Ana shu videoni layklarni bog'latib yig'ib qo'ysanglar, yana ham qiziqib videoni olib cho'kib ketishlarni beraman. Qanday kelishmayapsiz? Bor. Assalomu alaykum Zokir xo'ja. Yaxshimisiz? Zokir xo'ja, Vayner. Xo'p, o'zlarini tanishtiruvchi savolga o'tib ketaveramiz. Zokir xo'ja o'zi kim? Zokir xo'ja, Vayner, bloger, oddiy bola. Bu sohaga kirib kelish qanday holatlar bilan kechgan? Bu sohada kirib kelishimdan asosiy maqsad pul. Undan boshqa narsa emas, faqat pul. Hozir bu sohaga kirib kelishimdan asosiy qiziqishlardan biri Mitti Vayn akalarimizga qiziqib boshlaganmiz. Do'stim bor, eng yaqin do'stim Otabek degan, Sharifboyev desanglar chiqadi. Shu do'stim birinchi turtki bo'lgan mana shu Vayn blogerlik sohasiga kirib kelishimga. Birinchi davay gaz deb. Asosiy maqsad nima Vaynlarda olishdan maqsad? Asosiy maqsad shu tanilish, Mashhurlik va Everest. Ishtir qo'yamiz. Mani. Xo'p, kasbdosh yoshlaringizga, tengdosh kasbdoshlaringizga nima degan bo'lardingiz? Qanaqa maslahatlaringiz bor? Birinchi navbatda o'zingizda shu sohaga qiziqish bo'lsa, shu mana Vayner bo'laman, bloger bo'laman degan qiziqish bo'lsa, men tengdoshlarimga gapiraman. O'zimni katta pokoleniyaga gapirayotgan. Ertaga kommentar "Bu nima deyapti?" deyishgan narsalar bo'lmasin. Boshlamoqchimisiz? Qo'lingizda oddiy telefonni boshlayvering. Men ham shu sohadan o'tib shu oddiy telefon, G5 telefonni boshlaganman. Haligacha shu G5 telefonim oldimda qadrli. Rahmat. Xo'p, Zokir xo'ja, qarang, bizda kommentariyada eng ko'p layk yig'gan kommentariyaga siz tarafdan sovg'alar ulashishimiz kerak. Siz tarafdan nima beriladi? Shu videoni tagiga kim qiziqarliroq komment yozsanglar, eng ko'p layk yiqqan odamga nima qilsam, nima bersam bo'ladi? Bloknotmi? Ruchka bersangiz ham o'taveradi ularga. Bularga kim biladi? Obunachilardan qadarkan obunachilar. Nima deyapti? Qadarkanmi obunachilar? Xo'sh, abashasiga qo'yaylik. Agar shu videoni eng ko'p komment yiqqan insoniga sovg'a beradigan bo'lsak, billa video ishlaymiz xolos. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ijodlarga omad. Rahmat. Qanday shu videoni layklarni bog'latib cho'kib qo'ysanglar, yana ham videoni olib cho'kib ketishlarni beraman. Ohangaronni gullab yashashiga, Ohangaronni tanishga va'da beraman. Joyini kesib tashlanglar ham bo'ladi, o'zimga nima yoqadi. Do'stlar, yana qaysi shahrimiz blogerlari bilan intervyu olishimizni xohlaysiz? Kommentariyalarda belgilab keting. Agar bu videolarimiz sizlarga manzur keladigan bo'lsa, bularni YouTube formatlarida ham joylab boramiz. Millatni uyg'otish uyg'onganlarning zimmasida. Sizlar bilan ulus yoshlari bo'ldi.